O'zbekcha tibbiyotni kuchini his qildi. Qanday? And okay, thank you. Assalomu alaykum. Bugun Xitoydan bemorimiz kelgan. Name? Name? Li Fei. Li Fei? Li Fei. Ku says it. Ku. Ku. Oh. Xitoylik bemorimizdan gaymalik o'qibdi. Yaxshigina shamollash bor. Bunaqa kelgandan keyin yaxshi yeyish kerak-da, mantilarni, oshlarni, shashliklarni. O'zbekistonda Xitoy ovqatlarini yesangiz, immunitetingiz tushib ketadi. Mana salfetka. Qanday? Xitoylik bemorimizni ham kukushka qildik. Mana burunlari top-toza bo'ldi. Xudo xohlasa, mazaq nafas oladi. O'zbekcha tibbiyotni kuchini his qildi. Qanday? And okay, thank you.